Har kuni ertalab idoramizda ish bir xilda boshlanadi. Bu odat, an'ana yoki marosim desak ham bo'ladi. Ish boshlashdan avval barcha xodimlar bilan qilinadigan ishlar, yangi topshiriqlar bo'yicha kichik yig'ilish o'tkaziladi. Endi bu ish unumdorligi uchun albatta. Ko'rib turgan insoningiz Zarifa Qambarova, abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmat rahbari, juda samimiy inson va shu bilan birga ishga mas'uliyatli. Kutubxona har kuni kitobxonlar bilan gavjum. Kimdir kitobni uyga borib o'qisa, kimdir shu kutubxona o'zida mutolaa qilishni yaxshi ko'rishadi. Ayni vaqtda kutubxonamizda 24 mingdan ziyod kitoblar mavjud. Bu ko'rib turgan joy fondlarni to'ldirish, saqlash va qayta ishlov berish xizmati. Kutubxonaga kelgan yangi adabiyotlar barchasi shu yerda saqlanadi. Shu bilan birga ushbu kitoblar ro'yxatdan o'tkazilib, qayta ishlov berilib, kitobxonlar uchun foydalanishga topshiriladi. Qolaversa markazimizda bibliografiya xizmati hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati mavjud bo'lib, bu xizmat bo'limlarida ham ish har doimgidek qizg'in. Bu akti xodimi ayni vaqtda kitoblarni raqamlashtirib, elektron bazani shakllantirmoqda. Bu esa men o'z xizmat ishlarim bilan bandman. Qolaversa, kutubxonamizda kitobxonlar uchun turli loyihalar, kitobxonlik tadbirlari tashkil etilib, muntazam o'tkazilib boriladi. Xullas, bizning kutubxonaga keling, qolganini o'zingiz ko'rib bilib olasiz.